Assalomu alaykum aziz avtomobil ixlosmandlari. Bugun siz bilan 2026 yilgi Chevrolet Cobalt haqida gaplashamiz. Bu mashina yangi dizayn, yangicha texnologiyalar va kundalik hayot uchun juda qulay xususiyatlar bilan ta'minlangan. Chevrolet Cobalt birinchi marta bozorga 2010 yillarida chiqqan edi. O'sha paytdan beri u ko'plab haydovchilar orasida ishonchli, tejamkor va qulay sedan sifatida mashhur bo'lib ulgurgan. Yangi 2026 yilgi avlod esa shu muvaffaqiyatni davom ettiradi, lekin endi zamon talablariga to'la moslangan. Tashqi ko'rinishga o'tadigan bo'lsak, Cobaltning old qismi juda zamonaviy, LED faralar, keng radiator panjarasi va silliq aerodinamik chiziqlar mashinaga jasoratli ko'rinish beradi. Yon tomonda silliq profili va sport ruhidagi detallari bor, orqa qismida esa ixcham, ammo chiroyli stop chiroqlar diqqatni tortadi. Ichki makon – bu alohida e'tibor talab qiladigan joy. Salon keng va qulay, o'rindiqlar yumshoq, uzun yo'llar uchun juda mos.